Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa biz sizlarga, ya'ni fermer aka-ukalarimizga mana bunaqa dori-patlar xildan terib qo'yganmiz. Xo'p akalar, buni hozir sezoni juda ham arzon narxlarda qilib, skidka narxlarda qilib beryapmiz akalar. Xudo xolasa bizda hozir 3 xil variantlarimizdan mavjud, ko'rishinglar mumkin. Bitta karchiliklarimiz bor, mana ko'ryapsizlar. Xo'p, 5 xil viverda akalar, 25 litrdan 30 litrgacha bor akalar, ko'rishinglar mumkin. Rasxod juda ham kam. 700 grammgacha o'sha rasxod qiladi. Hop, akalar bu karchilik bo'ladi, ham chiqarib berish joyi, mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda latinoviy bo'ladi. Sariq mana ko'rishinglar mumkin. Latinoviy bo'ladi akalar. Hop, bular aka toza Xitoy, akalar O'zbekistonniki emas, o'sha dangalardan chiqadigan bo'ladi. Bu juda ham arzon chiqadi bu. Dangalardagidan juda ham yaxshiroq, sifatliroq. Hop, narxi kelyapti bo'lsa, soatiga 750 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol xarid qilaverasizlar. Mana shu karchiliklarimizni bundan tashqari bunaqa havoli, ya'ni purkab sachib beradiganlarimizdan mavjud. Ko'rishlar mumkin. Bizda hozir ikki xil varianti. Bittasi oddiy purkab beradigan, bittasi purkab ham oltin guruch sitsalardan bo'ladi akalar. Hop, narxi kelyapti bo'lsa, bunimiz 950 ming so'm, bunimiz esa 890 ming so'm qilib beryapmiz akalar. Hop, kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Albatta kelishgan holda bemalol murojaat qilib zakaz berishinglar mumkin. Pastda nomerni qoldiraman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.